Gapirma. Sen kim soqing nima sani? Taksizmisan, bor taksini min oshna. Mashinangga o'tirganda sasilmasin, mo'yka qilib yur. Sportmensan, bor bayrog'imizni ko'tar. Ishing bo'lmasin sen. Respublikamizda hamma tizim shakllangan. Shular qatorida diniy tizim bor-ku, siz va men o'ylagandan 10 barobar zo'r shakllangan. Diniy idorada bilasizmi? Mana Shukrullo domla desa hurmat qilasizlar-a? Ko'plaring. Mandaqa Shukrullo domlarni 35 tasini deb voq qilib to'plasangiz, o'shanaqalarni bittasi chiqmaymiz biz. Men kapitalik qilib aytmayman. O'shanaqangi bolalar fatvo bo'limida o'tirib. Men o'zim shulardan masala so'rayman. Mana Telegramim guvoh. Men o'zim ba'zi bir masalalarda o'shalarga tashab, do'stim bor o'sha mahatda ham birga o'qiganmiz. O'sha fatvo bo'limi nimada ishlaydi? Fatvo bo'limi. Men shu boladan masala so'rayman. Said Ahmad domla. Anjom madrasadan dars berganlar. Ha endi o'ylang, endi biz hech kim emasmiz, lekin biz masala so'rayotgan bolalar o'tirgandan keyin bilasizmi, qanaqangi u O'zbekiston emas, dunyo tan oladigan darajada fatvolarni berishyapti. Ular bergan fatvoni ingliz tili, arab tili, liboy tilda tarjima qilib, mana biz O'zbekiston musulmonlari idorasi bergan fatvo deydi, tikka turib tan oladi liboyi. Nimaga? 85 ta kitob keltirib qo'yadi. Mana shu kitoblarga asosan mana halol, mana